14 ming AQSh dollarini berdik Sayyorapaga. 23.250 AQSh dollari jami 17 sutka pul olgan. Mana shu 3 ta qurilishni buzish haqida qarorni fuqarolarga taqdim qilishgan. Ko'chirchiq ishki ishlar bo'limiga ariza yozishga majbur bo'ldik. Hurmatli prezidentimiz, dalil isbotlarim bor. Hech bir inobatga olinmayapti. Mol-mulk daxlsiz, fuqarolar haq-huquqi esa poymol qilinayotgan aynan Quyuchirchiq tumani. Birgina Quyuchirchiq tumanida yongan olov tutuni viloyat miqyosida ko'rinadi. Sizlarga tavsiyamiz Xalqaro kirib oling, videoni so'ngiga qadar diqqat bilan tomosha qiling. Firibgarlik bilan bog'liq bunday jinoiy voqealar har doim ham uchrayvermaydi. Biz turgan manzil Quyuchirchiq tumani kichik bir markazi. Xalq tili bilan aytganda Petiletka deb yuritiladi. Hurmatli prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, hattoki bir dona ishsiz fuqaroni ish bilan ta'minlagan tadbirkor ham mening e'tiborimga loyiq deganlar. Shunday bo'lishiga qaramasdan, aynan mana shu biz turgan 6 sotixdan iborat yer maydonida qad rostlagan novvoyxona, oshxona, oziq-ovqatlar do'koni, go'sht mahsulotlari shoxobchasi, qolaversa bu tomonda mana somsa pishiriladi. Al Abdusalom xususiy korxonasining rahbarlari aynan mana shu biz turgan maydondagi mana shu shoxobchalarni 2020-yilga qadar 20 ming AQSh dollarini bo'lib to'lashni tadbirkorlarga tavsiya etdi. Tadbirkorlar tomonidan esa 2018-yilga qadar aynan mana shu to'lov to'liq to'lab so'ndirilgan. Lekin negadir aynan mana shu maydonda qad rostlagan do'konlar normativ hujjatlari, kadastrlari tadbirkorlar tomonlariga rasmiylashtirib o'tkazib berilmagan. Tadbirkorlarimiz oqilona, odilona va shaffof holda mana shu muammoga ijobiy yechim izlashmoqda. Keling fuqarolarni, tadbirkorlarni o'zlaridan aynan bu shartnoma qanday amalga oshirilgan, kimlar orqali amalga oshirilgan va qanday bahona vajlar keltirilib bu yer hujjatlari ularning nomiga rasmiylashtirib berilmayapti. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Xolxo'jayeva Dildora. Hozirgi kunda 5 nafar farzandning onasiman. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ish yuritib kelyapman. Shu do'konimizda oilaviy birgalikda qaynakam, qaynukam, xo'jayinlarim bilan birgalikda ishlab kelyapmiz. Bu do'konni bizga Sulaymon va Sayyorapa tomonidan sotib olganmiz. Sotib olishimiz jarayoni qanaqa bo'lgan? Biz 2014-yil xo'jayinim shu o'g'li Davron, Pirmatov Davron bilan tanishib, do'konini ijaraga olganlar. Ijaraga bergan go'sht do'konini, qassobxonasini. Uni ishlatishgan. 1 yil mobaynida ishlatib kelganlar. Keyin yonidagi oziq-ovqat do'konini ham o'zlari taklif berishgan ijaraga ishlatishligimizni. Biz olib buni ham birgalikda ishlatganmiz. Shunda 2014-yil ijaraga olganmiz. 1 yil mobaynida 15-yilgacha qassobxonani ishlatganmiz. 15-yildan 16-yilgacha oziq-ovqat do'konini ham ishlatganmiz. 2 yil mobaynida ijaraga ishlatganmiz. Ijaraga ishlatib kelishimiz jarayonida bizga Sulaymon va Sayyorapa Pirmatov Davron bilan o'g'li bilan taklif berishgan. Shu do'konni sotib olishlik haqida, ularga pul kerakligi haqida. Biz bu taklifni rad etganmiz, sababi bizda unaqa katta pul yo'q edi. U pulni birdaniga bera olmasligimizni aytganmiz. Ularga birdaniga kerak bo'lgan, birdaniga bera olmasligimizni aytganimizda bizga 20 ming AQSh dollariga bo'lib to'lashga sotgan. 2017-yilda biz 14 ming AQSh dollarini tilxat va guvohlar asosida berdik Sayyorapaga. Rayon imom xatibi Shokir aka, keyin mahalla oqsoqollaridan Husanxo'ja aka, Ne'mat aka bo'lib, ular guvohligida tilxat asosida 14 ming AQSh dollarini berganmiz. Qolgan 6 ming AQSh dollarini notariusda biz nomimizga do'kon o'tkazilgandan keyin berishlikka kelishdik. Biz ozgina vaqt o'tgandan keyin nomimizga o'tkazib berishligini so'radik. 6 ming AQSh dollarini tayyorlab, shunda bizga Sayyorapa bu joylar taqiqlanligini, bog'cha qurishlik uchun katta kredit olganligini aytdi. Qanday bog'cha? Qanaqa kredit? O'rni kelganda to'xtalib o'taylik. 2018-yil aprel oyidagi Quyuchirchiq tuman hokimi qarori hamda Toshkent viloyat hokimligining kelishuv bitimlari asosida Sulaymonova shu tumandagi ishlatilmayotgan eski bog'chani rekonstruksiya qilib, davlat xususiy sherikligi asosida bog'cha tashkil etishi belgilanadi. Buning uchun prezident farmoni bilan 1% imtiyozli kredit
viloyat aloqa bankidan ajratiladi. Shuning uchun tadbirkorning o'g'liga tegishli bo'lgan tumanning boshqa hududi Paxtazor MFYda joylashgan 2 gektardan ortiq hudud garovga qo'yiladi. Shunda dokumentlari bitib qolganligini, dokumentlarni bitirishlik uchun qolgan $6000 AQSh dollarini bizdan so'radi. Shunda bizga pulni bersanglar, biz 1-2 oy dokumentlarni bitkazib, nominglarga o'tkazib beramiz dedi. Biz 6000 AQSh dollarini rayon imom xatibi Shokir aka, mahalla oqsoqollari Husan hoji aka, Ne'mat aka, qaynatam Xudo rahmat qilgur ular bor edilar. Shularga guvohligi asosligida tilxat asosida 6000 AQSh dollarligini bizdan olishdi. Keyin tilxatga o'zlarining xususiy firmalari Alab Salom pechatini bosib berishdi. Keyin bilsak, bu bizga sotgan joylarni yana qaytadan qolgan joylarni ham qo'shib, sheriklarimiz olgan joylargacha qo'shib, Matnazar ismli fuqaroga sotganligini biz ko'chadan eshitdik. Keyin u odam bilan bog'langanimizda biz unga hech qanaqa aloqasi yo'qligini, bizga Sayyor opa bilan gaplashishligimizni aytdi. Toshkent viloyati aloqa banki, Quyuchirchiq tumani kadastr bo'limi, Quyuchirchiq tumani notarius bo'limi, Quyuchirchiq tumani soliq qo'mitasi. Aynan mana shu mutasaddilarga bir jiddiy savolimiz bor. Qanday amalga oshirdinglar? Nimani qanday amalga oshirdinglar degan savol tug'ilishi mumkin. Ma'lumot uchun, mazkur hududda tadbirkor 5 qavatli dom qurilishini ham bir vaqtda boshlab qo'yadi. Qurilish ishlari ham hanuz yakunlanmagan. O'lda jo'lda yotibdi. 2048-yilga qadar garovga qo'yilgan subyektdan taqiq yechilib, hudud boshqa tadbirkorga sotiladi. Nega yechiladi? Kredit to'lab bo'linganmi? degan savolga quyidagi ma'lumotni oldik. Garov manzili o'zgartirilgan. Davlat mulki sanalgan sheriklik bitimi asosida faoliyat ko'rsatayotgan bog'cha garovga olingan. Davlat mulki o'zi uchun garovga qo'yilgani haqidagi savolga biz yechim bermay, mutasaddilar va mas'ullar vijdoniga havola qilamiz. Aynan bu yerdagi holat o'rgimchak to'ri kabi chigar. Salgina chalg'isangiz o'rgimchak domiga ilinishingiz tayin. Bu yerda ham o'nlab tadbirkorlar o'sha o'rgimchak domiga ilingan. Biz Sayyor opa bilan, Sayyor opaning uylariga shu guvohlar bilan, domlalar bilan borishganda o'tkazib berishligini, u faqat dom qurayotgan investor ekanligini aytdi. Keyin biz bildik, ular hech qanaqa investor emas, bu joyni sotib olganligini bildik. Lekin bizga kelib tushgan audio yozuvlarda vaziyat biroz boshqacha. Eshitib ko'ramiz. Ilyos aka ham bunaqa she'r yo'q, yozdi. Ular yerga hech qanaqa litsenziyasi yo'q, huquqi yo'q. Foydaga ular investor bo'lib kiryapti, foydaga. O'shanga pul ketdi. Yerda nima bo'lishini, nima qo'yishini biz hal qilamiz. Keyin biz 2024-yil 5-sentyabrda Quyuchirchiq ichki ishlar bo'limiga arizaga yozishga majbur bo'ldik. Murojaatchilar sotilayotgan yerlarning mojaroli ekanligi haqida tuman ichki ishlar bo'limi va notariusga bir necha bor murojaat qilishgan. Tergovchi taqiqqa olishni oldi sotdi ishlari yakunlangunga qadar nega kutdi? Agar kutmaganda edi, vaziyat butkul boshqacha tus olgan bo'lardi. Men Muslimova Aziza Baxtiyorovna, Toshkent viloyati Quyuchirchiq Paxtazor MFYda turaman. Sulaymonova Sayyor opa masalasi bo'yicha sudga ishimiz chiqqan. Hozirgi paytda sud jarayonidan norozi tarafligim to'g'risida aytmoqchiman. 2020-yilda Sulaymonova Sayyor opa meni do'konimga kelib, yer sotish bo'yicha menga taklif bildirdi. Menga hozir srochna pul kerak, zarur pul sotaman, shu joyda sizlarga o'tkazib rasmiylashtirib beraman deb 1250 AQSh dollardan sanab 6250 AQSh dollar sanab berdi turmush o'rtog'im ikkalamiz. Keyin yana yonimizdagi yerni sotish taklifini yana bildirdi. Olar ekan odam yo'qmi deb. Keyin turmush o'rtog'imning xolasiga tavsiya qildi. Ularga 5 sotikni 6500 AQSh dollarga sotdi. Oradan hech qancha o'tmasdan qo'shnimiz Shokir degan bolaga o'zi sotibdi 7 sotik yerda. 23250 AQSh dollari jami 17 sotikka pul olgan. Orada yillar o'tdi. Eshitishimizcha investorlarga sotganligi to'g'risida eshitib qoldik. Matnazar degan insonga Toshkent viloyati Quyuchirchiq tuman ichki ishlarga topshirdik hujjatni. Keyin orada
24-yil 13-sentyabrda уже menga Sayropa telefon qilyapti. Azza, iltimos, hujjatlaringizni qaytarib oling. Bu yerda loyihachi bolalar, kadastrchi bolalar, ko'p odam ketadi. Qaytarmasangiz bo'lmaydi. Nima bo'lsa, bo'lsin, men bilan bo'lsin. Hujjatlarni qaytarib oling deb menga murojaat qildi. Sulaymonova talabi bilan Yangiyo'lga ko'chirilgan tergov delosidan notarius, kadastr bo'limi xodimlari va loyihachilar tushib qoldirilgan. Nega? Tushirib qoldirishni uddalagan tergovchi esa Nozim degan bolani, bizni ishimizni olib borayotgan bola qamalganligi to'g'risida biz xabar topdik. Hozirgi paytda u qamoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Odiljon Tojiyev o'z rasmiy sahifasida ta'kidlaganidek, poraxo'r tergovchilar yuritgan barcha ishlarni qayta ko'rib chiqish zarur. Biz ham aynan shu fikrdamiz. Birinchi sudda norozi bo'lganligimiz sababi ish bir tomonlama ko'rildi. Nima desam ekan, hozir shuncha har bitta dalil, isbot, fleshkasi bilan, xat hujjati bilan taqdim etsam ham, ular meni bergan hujjatlarimni inobatga olishmazdi. E'tirozim shu uy-joyimni, pullarimni qaytarib berishini iltimos qilib so'rayman. Mutasaddilardan iltimosim, o'tkazilgan sudlarni qaytadan ko'rib, bizni joyimizni nomimizga o'tkazib berishliklarini, adolat bilan yondashishliklarini so'rayman. Nahotki oddiy bloger o'rganib chiqqan jihatga sud e'tibor qaratmagan. Keyingi sudlarda mana shu audiolar ham inobatga olinishini tadbirkorlar nomlaridan so'rab qolamiz.